Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar. Hamma yaxshimi? Tinch omon yuribsizlarmi? Bah. 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 Shu. Dasha. To'g'ri yerga. Bah. Bah. Ko'kchana tushdi. Bah. 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 5-4 soat tushdi kaptar mana shu. Bah. 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 Xo'p, kaptarlardan tarkib ancha yangilanib ketdi. Eski uchirayotgan uzunmi chuqurlarim, havoga chiqib bo'lsa lider bo'laman deganlarim ko'p qolib ketdi. Yangitdan yana to'playapman. Endi yo'q bas bor, shuning ichida eskilarimdan ham bor. Uni bollaridan bor. Asosan 3 ta narim, bitta mo'dam qoldi. Qolgan ko'pi yangilanib ketdi. Bah, bah. Bah. Dona shu makka, ozgina bug'doy, juvara, masxab. 10 xil yana mayda urug' bor keyin ichida. Tog'da o'sadigan urug'lar. Kaptarda toblayotganda ayniqsa foydali o'sha urug'lardan bersa uzoq uchadi, kaptarni qizdiradi. O'tda ham uzoq uchadi keyin kaptar. Quvvatga to'lib. Bah, bah. Bah, bah. Hop. Mana bitta narda o'zim o'sha eski narim 2 yildan beri boqadiganim. Baylab berdim buni. 1 oydan beri baylab yuribdi. Tushirganim yo'q uni. Hozirga tushgan o'shani bolasi edi ko'kchani. Mana. Inekiga mana unar. Keyin qizil kalsoli narim bor. Mana kelyapti o'zi. Bah. Kaptarlar chiroyli qilib parlab berdim. Jupiga zo'r qilib urib qo'ydim. Xudo xolasa bolalatsak endi bollaridan erta bahorda bir partiya hammasidan chiqaraman, o'zimga olib qolaman. Qolganini faqat sotamiz keyin. Buni ichida 2-3 oy oldin Namangan, To'raqo'rg'onga sotdim. 10 ta, 3 ta dumi qora, 7 ta Pokiston berdim. Eng kuchli tarkibimdan edi u. Patsetka qilib yorishibdi ular. Ammo chiqarib 10-15 kun havoga chiqarib, jicha sabr qilib haydab tursa yana tobga kirib qoladi kaptar. Yomon edi o'shalar ham. O'shalarda ota-onalaridan qoldi hozir menda. Deyarli o'shalar bilan sherik qilib o'zimga olib qolgan juvona bollaridan ko'pi yo'qolib ketdi, qolib ketdi. Bah. Qaysi biring duxing balat kelib yeyalasan. Kaptarlar u darajada och bas, lekin qonni och. Ertalab bir kurushga don yeydi, kech payt to'ygunicha yeydi. Och bo'lganda qo'limgacha kelib yerdi. Mana bu paypaqli dumi qora kelib qoldi. Xo'p, buni ichidan yana 3 ta 4 ta kelib qolganlari bor. 5 ta qor yog'layotganda, qor yoqqanda 5 ta sho'dim bitta qilib. 4 tasini yo'qotdim uchirib. Bittasi qoldi, ash paypaqli dumi qora qoldi o'shalar ichida. 5-6 kun aynalib turibdi hozircha. Kerak ekan baribir ashuna kaplar hammasi uchqur bo'lsa ham bo'lmas ekan. Tagidan kaptar ko'rsatgani juda qulay bo'lyapti. Kaptar urinib ketganida tiniqlashib qoldi. 20 kun, 15 kundan beri yurib don yeb, to'yib don yeb. Hozir mana
chiqib ketyapti ajrab. Yaqinda o'zi 2-3 kun bo'ldi, yechib qo'ydim buni. Ajrab chiqib ketyapti hozir o'yin bilan. Bu Pokiston zot o'ynaydi. Tediga o'ynamaydi xolos faqat. Tedida ham o'ynaydigani bo'ladi. Bunaqa Pokistonga o'xshab sharaqlatib vormaydi. Bitta toza tedinar bor. Bah. Mana keldi. Mana. Bu o'ynamaydi. Dumalab qo'yadi. Orada bitta lenta qilib dumalab qo'yadi. Bah. Kataylarni tozaladim. Havo minusga o'tganda katay tozalasa zo'r bo'ladi, foydali bo'ladi. Ancha-muncha mikrob, virus, bakteriyalar o'lib ketadi. Bolalatganim yo'q kaptarlarni hozir. Faqat uchiryapman xolos. Tuxum qo'yyapti, olib tashlayapman. Shu kaptar don yeyotganda shu misilcha chimchiq kelib qo'shilmasin iloji boricha. Kaptarni aynitib qo'yadi. Misilcha cho'qib og'zidan tushib ketgan donni keyin kaptar yeb qo'ysa, mabodo o'sha misilchada kasallik bo'lsa, o'tadi. Bo'pti qizim, yaxshi kirib chiqing. Bularning ichiga 5-6 ta yana yangi qo'shganman. Endi xudo xolasa sekin yechib uchiraman. Bilimim boricha bozordan terib keldim o'zim. 50 ming, 80 ming, 70 ming, 100 ming har xil qilib. Biz uchun shular ham kaptar. Bizga rezultat qattiq bo'lsa bo'ldi. Kaptarni haydaganimda shu osmonga yopishib qolsa maza qilaman. Ko'zim bilan ko'ra olmasam, durbunda tomosha qilsam yayrab boraman uning ustiga. Bir 20 tacha kaptar qoldi, adashmasam yo 22 ta. Sanaganim ham yo'q. Uchirib turibmiz endi hozircha bori shu.